motorlaring Gentra Nexus Cobalt bo'ladigan bo'lsa, motor texotda turganda qaltirash holati kuzatiladigan bo'lsa, juda ko'pchilik videolarini ko'rasizlar, prosmotr uchun vulkanizatsiyachi ham mana sapun klampini almashtirsalaring qaltirash holati yo'qoladi deydi, lekin o'zi nimani aytadiganini o'zi tushunmaydi. Har kim o'zini sohasini qilgani ma'qul. Diagnostikasini qilish kerak, motorist ishini qilish kerak, vulkanizatsiyachi balonga damini solish kerak. Tamom. Hozir ko'pchilik prosmotr uchun har xil video aytadi, lekin nima uchun, qanday sababda, qaysi holatda almashtirishligini tushuntirib o'tmaydi. Sizlarga bir boshdan Adan Yagacha bo'lgan holatini tushuntirib o'taman. Bu ishlamay qoladigan bo'lsa, bu mana shu joyda qotirilgan bo'ladi, deylik. Hop, ustida mana shu lankasi kollektorga qaratib qotirilgan bo'ladi. Mana bunday turgan bo'ladi. Hop, bu havo so'rib qoladigan bo'lsa, bu ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, tashqariga moy ketadi-da, porshingga qaratib moyni o'qib yuboradi. Primoy bo'lib qoladi. Primoy bo'lib, qo'shimcha havo so'rib qolganligini hisobiga motor detonatsiya xuddi klapan kuygandek qaltirash holati paydo bo'ladi. Faqatgina motor qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, motor vozdukdan havo kirib kelishini kontrol qiladi. Mana vozduk datchik. Qo'shimcha kontrol qiladigan bironta narsa yo'q. Mana shundan tashqari, mana shu havodan tashqari boshqa qo'shimcha havo kirib keladigan bo'lsa, mashina detonatsiya bilan ishlab, rasxod ko'payib, texotda turmaslik, siltash, har xil holatlar kelib chiqishi mumkin. O'shani sababini oddiy bilishni sizlarga yo'lini o'rgataman. Aynan mana shu narsa ishdan chiqib qolganmi yoki yo'qligini bilishni yo'li, sizlar mana shunday qotirilgan joyida, bu shunday qotirilib turgan holatida, bu shlankani shunday yechib turasizlar-da, bu joyini mana qo'llaring bilan yopib turib, yoki biron bir zaglushkacha qilib yopib turib, mashinani zavod qilsalaring, mashinani ishlash holati tiniqlashsa, aynan mana shu klapandan bo'lib chiqishi mumkin qaltirash holati. Endi qaltirash holatiga sabablar ko'p. Klapan kuysa ham, havo so'rib qolsa ham, dinam tok berishi noto'g'ri bo'lsa ham, gaz regulirovkasi noto'g'ri bo'lsa ham, programmasi noto'g'ri bo'lsa ham, mashinada padushkasi ishdan chiqqan bo'lsa ham qaltirash holati kuzatiladi. O'shani sabablarini bilish yo'li, uni zaglushka qilib turasizlar, mashinani zavod qilasizlar, mashinani ishlash tiniqlashsa, ana o'shanda bu sapun klapandan kelib chiqadi. Hozirgi holatda shunday qilib tekshirib olganimizda yana bir tekshirish yo'li, buni yechganlaringda mana ichidagi o'qchasi orqaga ketib qolgan bo'ladi. Yangida esa mana yangida ichidagi o'qchasi o'rtada sentrda turibdi. Ya'ni eraqqa qochib ketmagan, orqaga qochib ketmagan bo'ladi. Endi buni ham original Xitoy chiqib ketgan. Original Xitoyga ham farqiga boringlar. Xitoyni qo'ysalaring hech qanaqa motorda o'zgarish sezmaysizlar, o'sha ishlashda qoladi. Originalini farqini bilish uchun mana belvaqchasida bir, mana ko'rinyaptimi? 1 yokida 2 degan raqami bilan chiqqan bo'ladi. O'shanisi original bo'ladi. Paketda sotilmaydi, bu originali bo'ladi, chista. Xitoy ham shunaqa Gem degan yozuv bo'ladi, lekin mana u mana u 1 degan yoki 2 degan raqami bo'lmaydi Xitoyda. Mana shu joyda mana 1 ko'rinyaptimi? 1 degan raqami turibdi. Mana shu narsa Xitoyda bo'lmaydi. Original qo'yasizlar, tamom, masala hal bo'ladi. Bundan ham foydali videolarni qo'yib boramiz asta-sekinlik bilan. Ma'lumotni tanishlaringga jo'natib qo'ysalaring, mashina qaltirab qolgan holatida o'zi tashxisini qo'yib olishiga yana bir sabab bo'lib qolishi mumkin bizning videomiz.